Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, aziz yurtdoshlar. Mana to'ringlarda bir onaxon iffat saqlab, husnini ko'rsatmaydiganlari uchun husnlarini ko'rsatmabman. Allohga shukr, 7 kun olib borgan jigar sirrozidan, gepatit B kasalligidan olib borgan muolajamiz sababli bu onaxonni qizlarida juda ham Allohga shukr yer bilan osmoncha farq bo'ldi. O'ta jiddiy ahvolda, og'ir ahvolda keluvdi bu kishini qizlari. Hozir mana onaxonni o'zlariga so'z beramiz. O'zlari hammasini aytib tushuntirib beradilar. Keyin qizlarini o'sha demak astit holati, ya'ni qorinlaridagi shishish, umumiy holsizlik, mador qurishi, mana shulardan ham olgan natijalarini o'sha tasmada ko'rsatamiz. Juda qorinlari katta edi. Ko'rgan odam ikkita farzandi bor, qornida homilador deb o'ylardi. Juda kattayib ketdi. Hozir unaqa narsalar ketgan, Xudoga shukr. Shunga bu videoni olishdan maqsad shuki, shunaqangi ahvolga tushib qolgan, qiynalayotgan boyagi mutaxassislarni ko'rigiga borsa, yaxshi doktor topib muolaja olsa, albatta natija olishi mumkinligi, keyin tuzalaman deb harakat qilsa kishi albatta natija olishi mumkinligidagi bu video. Bu qizni ham haqqiga duo qilib qo'yasizlar. Xudo xolasa yaxshi bo'lib tuzalib, oilasini baxtiga, farzandlarining baxtiga, ota-onasining baxtiga sog' salomat bo'lib ketsin. Onaxon, sizga so'z beramiz. Marhamat, o'zingizni tanishtirib aytib o'ting, nima o'zgarishlar bo'lganlarini, qanaqa muolaja olganlarini. Aytavering. Assalomu alaykum. Aytavering. Yurtdoshlarim. Mana men bir shuncha dunyodagi onalarni bittasiman. Allohga behisob shukr. Farzandim betob jigar kasalligi, jigar sirrozi kasalligi bilan og'rigan. Juda ko'p doktorlarga murojaat qilganmiz. Xudoga shukr, shu 2 yil oralig'ida o'g'latdik, lekin natijasi kamroq bo'ldi. Biz bir inson sababli shu Murabbosxon degan doktor yigit topdik. Mana olib keldik qizimni qo'nlarida shishlar bor, oyoqlarida shishlar bor edi. Hayotga endi intilishlari ham kam bo'lib qolgandi. Allohga behisob shukr. Avvalo Xudo qolaversa shu o'g'limiz sababli mana hozir qizimizda ancha o'zgarish, 7 kun ichida juda ham chiroyli o'zgarishlar bo'ldi. Qorindagi shishlar ketdi, oyoqdagi shishlar ketdi. Qizimiz ancha o'zgarishlarni ko'rib, o'zida ham xursand bo'lib, hayotga bitta farzand bor, intildi. Ona sifatida termilib turib, hammasini kuzatib turdim. Allohga behisob shukr. Bizga o'xshagan mana shunaqa jigar sirrozi bilan og'rigan bemorlar bo'lsa, mana shu yigitimizga murojaat qilsani, avvalo Xudo qolaversa sababchisi shifo topib ketasizlar degan umiddaman. Rahmat.